ilon boshi katta razmerlari keldi. Mana 3 kilo, 2,5 kilolik. Mana kichkinasi 1,5 kilolik. 400 gram, 1,5 kilolik. 400 gram bo'lsa kerak. Karaslar oziqasi. Yeyishiga ovqat mana karaslar. Qonni ochsa shularni tutib yuraveradi. Mana shunaqa tarzda basseynda boqsa ham, xudo xolisa bolalikda ikra qo'yib, malak o'zidan chiqadi. Shu 2,5 kiloliklar. Qonni to'q shekilli yemayapti. Bir 100 gram, 150 gramlik karaslar shekil. Kim kerak bo'lsa, ikrasini olishga, bolasini malak o'zidan chiqadi.